jonginam yuraverdi. Nega Hayot qiynab qo'ydi meni. Pullarimni joy-joyiga qo'ya olmayapman. Finansiy gрамотность deydimi, shunaqa narsam вообще yo'q. Qanaqadir zapasda pulim bo'lishini xohlayman, lekin kreditlarni olgim kelmayapti, tushunyapsanmi? Bu ana kuni uzunmi, nima deding? O'shani aytib bermang-a. Ha, o'lmang do'stim. Men o'sha limitdan ancha oldin olib qo'yganman. Ha, aytayotganing zapasdagi pul bor-ku, o'sha uzun bank limitidagi pulni hisoblasa ham bo'ladi. Endi har xil vaziyat bo'ladi erkak kishining boshida. O'sha limitdagi puldan olaman-da. Qani, aytib berchi, nima qanaqa qiladi uni? Bo'ji mo'y, ilovani ochasan, limit olishni tanlab, limitni bepul oling tugmasining ustiga bosasan, qisqa tekshiruvdan o'tasan va senga ajratilgan summani ko'rasan. Pulni ishlatmaguncha hech nima to'lamaysan. Agarda kerak bo'lsa, любой время kartingga o'tkazib olsang bo'ladi. Bu degani, agar pul kerak bo'lib qolsa, men banklarga borib, ora bo'lib yurmayman deganda, to'g'rimi? Ya, endi любой время o'zingda awareness bo'ladi-da. Masalan, kattaroq narsa olmoqchi bo'lsang, ili oyligingacha o'sha limitdagi puldan ishlatib yuraverasan. O'shaning uchun limitni oldindan olib qo'ygan. O'zingning limitingni uzun bank ilovasidan bilsang bo'ladi. Тоже мне. Не тоже.